Bu o'rnidagi yuqorida bir chiroyli ta'rif qildingiz. Turkmaniston otam bo'lsa, O'zbekiston onam, Hindiston kimingiz? Masalan, Hindistonda yaqin do'stlaringiz bor. Mana chiroyli bir qo'shiqlarni kuylab, mashhur kinorejissyor, aktyor Raj Kapurlar bilan sizni xalqimiz yaxshi xotirasida qolgan. Avvalda yoshligimdan Hind qo'shiqlarini ham yaxshi ko'rar edim. Raj Kapurning kinolarini ko'rgandan keyin uni ovozini Mukesh degan berar ekan. Muhammad Rafi, Mukeshlar, bularni Raj Kapurlarni, bularni g'aybona ustozim deb bilaman-da. Chunki ularni ko'rmadim-da yoshlikda. Ko'rmagandan keyin kuyi yaxshi, kuyi quloqimda qoladi-da, ularni kuyi. So'zlarini yodlab bilmasam ham hammasini kuylari yodimda turadi-da. Keyinchalik mana Toshkentda borgandan keyin radioga borib so'zlarni to'g'rilab aytmoqqa boshladik. Avval shu so'zlarni bilmas edim yosh vaqtimda. Ana so'ng so'zlarni to'g'rilab Hind qo'shiqlarini ham radioga berib boshladik. Bu radio so'ng Hindistoncha eshittiradi. Hindistondan ham u yoqdan radiomizga o'zlarimiz ham Toshkent radiosini nechalik takliflar kelar ekan ayttir deb, bobom ratamdamda ayttirgan deb, ular ham so'ng menga aytar edi. Men Hindistondan ham xatlar kelib turibdi degandan keyin men yana qiziqib hindcha aytazim keladi. Shular men aytganimni eshitar ekan deb. Ana endi 82-yilda meni film qilishga taklif etdilar, film konsert qilish uchun. Mana Xivada aytdim o'tirib, avvalgi muzikantlarim bilan. Shu vaqtda Raj Kapur ham kelib qoldi kino festivaliga. Ana shu Raj Kapur kelgandan so'ng rejissyorimiz, film olib turgan rejissyorimiz aytdilarki, siz hindcha ham aytasiz, Bomrat aka. Ana Raj Kapur keldi, bir hindcha aytmaysizmi? Shuni ham chaqirsak. Degandan keyin men aytdim, juda yaxshi bo'lar edi. Borib ko'ramizda kelsa yaxshi bo'lar edi deb ular taklif etdilar. Raj Kapurning yoniga borib, shunday bir sizni qo'shiqingizni aytadigan bir inson bor shu yerda, sizni juda hurmat qiladi, yaxshi ko'radi, muxlisingiz degandan keyin u kishi boraman debdilar. Ana u so'ng eshikdan girib kelishi bilan rejissyor aytdi, endi biza rejissyorchilik yo'qki bizda. Shu girib kelishi bilan Raj Kapurning qo'shig'ini shunday aytib turasiz degandan keyin Raj Kapur girib kelgan bilan biza shu qo'shiq aytib turdik. U kishi shunday deb qarsak chalib girdilar. So'ng birga o'tirib mehmon qildik. Mehmonni atishni uzib qo'ydik bir joyni. Yaxshiroq bir joyni. U kishining nima yeb, nima ichadiganlarini ham so'rab oldik-da. Nima yeydi, nima ichadi ular. Ular albatta mol go'shti yemas ekan, ammo shu tovuq go'shti yer ekan. Tovuqdan tayyorlab, hamma narsalarni tovuqdan tayyorlab kutib oldik u kishini. Birga o'tirib qo'shiq aytdik, so'ng 1-2,5 soatcha qo'shiq aytdik birga o'tirib. U vaqtda yosh vaqtimda juda hindcha qo'shiq ko'p edi menda. Keyin birga quchoqlashib ham bunday qo'shiq aytdik. Biz qo'shiq aytib turardik, Raj Kapur to'g'ri kelib bo'ynimdan olib, to'g'ri "मैं समझू जज है दीवाना, ओ मैं समझू जज है दीवाना, दीवाना मुझको लोंगता है" deb men bo'ynimdan olib to'g'ri menga qo'shilib ketdi. Shunda ko'p mana kimlardir bu Bomratamdan mana hindchani so'zlarini noto'g'ri aytsa kerak deb yurgan odamlar ham shunda qoyil qoldi. Chunki men Raj Kapurga qo'shmadim. Men aytib turgan yerda, Rivoq bilan aytib turgan joyda Raj Kapur kelib bo'ynimdan olib to'g'ri menga qo'shilib ketdi-da. Men noto'g'ri aytganda Raj Kapur qo'shib bilanmi axir hindchani. Shuning uchun shular ham yaxshi bo'lib ketdi-da biz uchun. Raj Kapur kelib to'g'ri bo'ynimdan olib qo'shilib aytib ketdi. Bu bir juda yaxshi bo'ldi. Keyin Raj Kapur bilan bozorlarga borib birga o'zi taklif etib bozorga borib kelamiz, o'ra borib kelamiz, bera birga ko'chalar aylanib, bozorlar ham chiqib, Olayskimi, eski Jo'va bozorlarini birga borib, qari kampirlar ham bolam Raj Kapurmi bu? Dedi, "Ha, Raj Kapur deymiz-da." Raj Kapur o'zi ham, "Ha, Raj Kapur" deb aytadi. Bir sho'x, bir shunaqa bir boshqacha tushunadigan inson ekan. San'atni shunday sevadi, san'atni yaxshi ko'radi. Shunday bir inson ekan Raj Kapur. Endi uni bunday bir til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Shunday bir kamtarin inson ekan endi Raj Kapur.
Ben gazetesiga bir kun boraversam, u chiqib kelayotgan ekan. Odamlar ko'raman deb gazetesilarda dolu adam Raj Kapurni ko'ramiz deb. Raj Kapur ondan geldidan qo'lini shunday deb, "Baba Murat" dedi. Shu hamma odam orqasidan qaraydi, menga qarab. "Hali men bu ana o'tib o'lmay turgandim. Endi borib turgandim mana. Shu yoqqa o'taman" deb. O'zi chiqib kelayotgan ekan. "Baba Murat" dedi. So'ng hamma odam bu yoqqa qaraydi. So'ng yana Raj Kapurlar shu aylanmaga ketdik. Omad kelib qolgan ekanda bir. Ish qilib shu sanatim yo'q qoldi-da Raj Kapur'a. Shunda Raj Kapur aytdi. Raj Kapur aytdiki shunda, "Men dedim Mukeshni dedi, Amerikada yo'qotib, O'zbekistondan topdim" deb meni shunda yaxshi ko'rib qoldi. Bu gazetlar ham chiqdi, boshqa ham Hindistonda yurganimizda O'zbekskiy Mukesh deb onda gazeta chiqardilar. Albatta buni o'zim ham xursand bo'laman shu gapga. Demak, meni ovozim shu odamlarga yoqdi, xalqqa yoqdi deb hindlarga borib xizmat qilganimizda ham shular ham yoqdi ovozimiz. Hammasi men qo'shiq aytsam hali o'zlari Mukesh deb boshlaydi. Men qo'shiq aytgandan Mukeshni adini tutib boshlaydilar. Shu Raj Kapurning ovozini Mukesh beradi-da. Shunga o'xshaydi mana. Avvaraxona aytaman, mana uni qaranglar. Shu men aytgan bilan Raj Kapur aytgan ikkisi o'xshaydi-da. Shuning uchun xalqimiz ko'psi men o'zim aytadilar. Raj Kapur aytdi deydi, "Tap o'zingizni ovoz-ku" deb turadilar-da. Shuning uchun yaxshi ko'rganmiz-da shu odamni. Shu yaxshi ko'rsang ovozi o'tadi sana. Men shu Kamoljon ustani ham shunday yaxshi ko'rganligimdan menga shu san'ati kelib o'tiribdi. Shu kishini san'atini davom ettirib yuribmiz. Bo'lmasa yaxshi ko'rmasang, ixlos qo'ymasang bo'lmaydi bu narsa. Ixlos, avvaldan ixlos qo'yish kerak-da. Hindistonda bo'lganimizda bir 28 ga yurdik Hindistonda. Qo'shiq aytib yurdik. Endi ular ko'planch o'zining qo'shig'ini yaxshi ko'rar ekan. Ikki o'zbekcha, ikki hind, ikki o'zbekcha, ikkinchi aytib, shunday deb konsertni bir 2 soat konsert berar edik. Keyin qaytchog'imizda bu yoqda endi hind rupisi nima kerak, baribir o'tmaydi u yoqda deb podarka boshqalarni hamma narsa oldik u yoqdan. Cho'ntakda sovib oldik pullarni, hech kimda pul yo'q. Endi uçağımız pul gerekmiydi deb aeroportga kelsak 5 soat geç qoladi samolyot. Havo issiq, nishatishingni bilmaysan. Hamma suvsiz. Kranni suvni ichib bo'lmaydi. Fanta bor, kola hammasi bor. Ammo turibdi. Kishada pul yo'q. Bari bufetning yonina bordimdan dil jalta hey to jalne de deb indamindirardim. Bufetçiler Gana derden bir su açıp koydu. Fanta. Şimdi meydana çıksanız bir narsa sorasan, şu narsani göstersen onu göstermeyden da ya Fanta ya kola açıp koydu. Şunday meydana çıksan. Bir su açıp koydu. Ballama aytdım, sazdan alıp bir yoqqa kelinglar su içemiz dedim. Şundan gelip ballaram gelip rozmetler gelip sazdan aldı atanazarlar skripkani. Şu Avaraxo deb aytib boshladik. Shundan boshladik. Yani Gaspadin 420 ulardan aytdik. Boshqa biz suv ochib qo'yib turibdi. Bular ichib turibdi. Ichib ham aytib nab turibmiz. Keyin oxiri savdoya boshlanib ketdi. Ammo aytdim, bir qo'shiq aytganda 2 suv ochasan desam, yo'q, bir qo'shiqqa 1 suv ochaman deydi. Shunda deb onda suv ichib oldik endi. San'atkor odam har xil vaziyatdan o'zini san'ati bilan chiqib keladi. Agar u haqiqiy san'at o'zini bir mahorati bo'lsa-da, bu bir misol bo'lib turibdi shunga. Endi shu yerda odam ko'payib ketdi. Bu fechidan boshqa ham to'lib ketdi odam. Hamma qiziqib boshladi-da, bizlar qo'shilib boshladilar. Qistir boshlanmadimi? Yo'q, qistir onda ham bor ekan, lekin qistir bir to'ya borib qoldik. To'ya, qistir bo'lib turdi. Shu men aytib turibman, shogirdim Karim Rahman ham bor edi. Pul qistirib turibdilar. Men aytdim, Karim boy dedim, bu bilan bize bayvamiz bular pulu bilan dedim. Shuncha yerdan keldik dedim, shularni hurmat etamiz dedim. Shu tushgan pullarni borib gelin bilan yeyib tashlab turasan sen dedim. Karim boy olib pul qistilsa, to'g'ri borib ne gelin bilan yeyib berib turibmiz. Shu endi shu bir o'zimizga bir yaxshi bo'ldi-da. Shunga gelin bilan yeyib olib borib berganimiz ham bir yaxshi, o'zimizni yaxshi sezib turibmiz-da shunda. Hem qo'shiq aytib turibmiz, qo'shig'imizni ham yaxshi ko'rib turibdi ular. Hem pullarni ham olib borib kelinga yeyib tashlab turibmiz. Yaxshi ko'rib turibdi. Ular ham yaxshi ko'rib turibdi, yana yaxshi eshitilar bizani. Yaqinda shu insonlarning farzandlari
poytaxtimizga geldi. Mesela viloyatlarda konsert dasturlari bo'ldi. Mukeshning o'g'li, mana Raj Kapurning o'g'li kelganda xabarlashmadingizmi bular bilan? Yaqinda kelishdi hammasi Hindistondan. Endi bu konsertda mana 5'inde bular konsert berdi bular. Bu konsertda endi meni yozmagandan keyin men bormadim konsertga. Keyin meni Hind posoli mehmona chaqirdi. Hindlarning gazetasi bor ekan shura. Shular keladi, keling siz ham deb meni chaqirdi. Keyin borib o'tirdim. Bir vaqt shu siz ham ayting deb qoldilar, darrov bularni chaqirdim. Birga so'ng qo'shiq aytdik. Qo'shiq aytgandan keyin yani Mukeshning bolasi kelgan ekan, Raj Kapurning bolalari. Bular qo'shiqni eshitdidan telefon etib, Hindistonga telefon etdidan sen bularni eshit, mana bu odamlar Mukesh bilan bu yoqda ekan, mana otamning nalari, o shogirdlari bu yoqda ekan deb kimlarga telefon etib, bir narsa deb meni og'zimga tutib, keyin akordeonni tutib, Rozimatning akordeonni tutib, skripkaga tutib, mikrofonni, mobilni mikrofon bilan Hindistonga eshittirdi bizani. Keyin Shamsiddin o'g'lim og'zina tutdi, sen ayt deb. Shamsiddindan eshitdi. Keyin Shamsiddinga bir Mukeshning bolasi bir qachirim berdi berinde. Qani sen shuni aytib bilasanmi deb. So'ng o'zi aytdidan keyin Shamsiddin og'zina tutdi. Shunday Shamsiddin ham shunday yaxshi qachirim berdi. Hindistonga eshittirib turibdi shu narsalarni. Shuni zapis etib oldik. Endi o zapis endi bu professional zapis emas da bu. Shunday bir kamera bilan shunday zapis etib oldik.